Ay canavar canavar. Maşallah. Torting torting. Bahadır, mana siz chaqaloqlari bir duo qilib o'zing mana mikrofon. Gap yo'q. Yaxshi. Senga o'xshagan polvon. Amin. Akani kesiniku. Ulug'bosa. Bobur aka sizdan ham ko'ramiz. Shaydami? Qahramoni Ushqo'rg'on Baxtaga, Meydonaga hojirganlarimizning o'g'illari. Bosib qo'yinchi polvon. Gerkules. Gerkules. Maşallah. Canavar yaxshi ekan. Forma bichimi zo'r ekan akalar. Polvon qaytarib qo'ying. Bu tomonga qaytaring. Xullas polvon ekan. Shunaqa ot izlagan akalarim, hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Xo'p, biz Namangan viloyati Norin tumanidamiz. Uchtepamida qishloq nomi? Uchtepa qishlog'ida. Yaxshi ot bor akalarim. Canavar o'zimizda mana shu Norin tumanidan Chumchuloqlarda chopib, marralari bor ekan, videolari bor ekan, xudo xolasa dalillari. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatamiz akalarim. Like bo'lsa yaqinlik ulashib qo'yarsizlar. Inshaalloh egalarning otlari Islomjon Adash. Hozir boricha sizlarga ma'lumotni o'zlaridan olib beramiz. Yaxshilik ulashib qo'yarsizlar. Islomjon assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinch omonmisiz? Rahmat. Xonadonlar tinchmi? Xudoga shukr aka. Jonivor tayyormi xudo xolasa? Tayyor aka. Mana shu o'zimiz uloqlarda marrasi qaytmaydi mana shu Norin territoriyasida. Jonivor ko'rsak. O'sha Norinni ham pashta har kun olib qoldi. Ha, har kun uloq aka, xudo xolasa. Norin tumani ham kattada. Kecha ham Haqlobodda bo'ldi ular mana 3 ta marrani solib keldi aka, xudo xolasa. 3 marra soldi. Ha, barakotli bo'lsin. yuvoshligi, hamma joyi zo'r. Ko'rsatamiz. Ammo polvonligi, qalinligi zo'r ekanda jigar. Yosh qanaqa bo'ldi? Polvon yosh aka. 9 yoshga olaveradi aka. 9 buyurgan, xudo xolasa. 9 ga. Mana akalarim, polvon bichim amma zo'r ekan, ko'rsatamiz. Nechi bor balandligi? Balandligi 1.60 plus aka. 60 bilan 65 oralig'i. Ha, shunaqa. 60 usti, 65 ga menimcha ozmoz yetmay qolishi mumkin aka. 60 usti. Taqasiz aka 1.60 chiqqan. O'lchab qo'yganmiz. Endi qiziqish aka bizga. Xudo xolasa. Kuchi yetgan joyga oldiga haydasa bo'laveradi, yaxshi bo'ladimi? Aka zo'r. Ko'rsatamiz. Mana akalar, endi katta ko'pkarlarda bu otlar orqa ot. Bizda endi vodiy, Toshkent, Jizzaxlarda orqa ot. Tuyoqlari zo'rmi jigar? Aka mana shu bitta tuyoqda hamma joyi zo'r endi. Mana bitta isboti mana ularda mana shu o'rtada yurgani uchun mana shu yerda nima bo'lgan? Ana bosilibdi jonivor ko'rsatamiz. Ularda o'rtada yurgani uchun endi bosilgan. Bizda poshnalar taqa urilishi foydasi. Zo'r aka, hamma joy. Taqani ham zo'r ushlaydi aka. Taqaga yaxshimi? Ha, zo'r. Haligi jonivor ko'rsatamiz. bir oyda alishtirolmaydi. Olgan odam maza qilib rahmat aytdi. Haligi bir sarilib qolish, qaytish, ma'nosi yo'qmi? Yo'q. Ko'rsatamiz. Polvon jinda jilolatib qo'yinchi, yengil. Mana akalarim, qalinligi yaxshi ekan. Xudo xolasa endi menimcha o'ziga mos. Yengilligi ham o'rta. Zo'r aka, xudo xolasa. Bunaqa ba'zi otlar daqqaliga o'zini bosa olmasdan unaqasi yo'q ekan. Yo'q. Yuvosh aka, yosh o'g'lim ham minib yurgan. Moshiladan hurkush, zovur-porlardan unaqasi yo'qmi? Yo'q aka. Ko'rsatamiz. Qaytmaydi, xudo xolasa. Polvon qaytarib qo'ying yaqinroq mana akalar. Orqaga ham ishlasa bo'laverarmiki? Ishlaydi aka. Katta ko'pkarlarda. Endi bir akalarim katta ko'pkarda endi bular uloq bo'ldi aka, haligi 17-kun uloq bo'ldi, chustdan katta uloq bo'ldi. Bir akamiz solib ko'rdi, zo'r ishladi aka. Qalinda. Ha. Ko'rsatamiz. Mana akalarim, jonivor burnida qashqasi bor ekan, u peshinasidan ham bilinmas bo'lib tushgan ekan. Yaxshi ekan. Gerkules nomi. Aka mana shu Gerkules o'zining nomi bilan olgan odamga shu nimasini Partugini. Prizmi? Priz aka. Padarka. Mana akalar. Xudo xolasa kimgadir nasib qilsa inshaalloh mana shu ot uchun tayyorlatilgan ekan. O'zi nom bilan chopib yuradi. Zakasi bo'lgan ekan. Gerkules bo'lib o'zi ketdi. Gerkules. Nomi ham Gerkulesligicha qolaveradi, Alloh nasib qilsa. Yaqin ko'rsatib qo'ying. Akalarim oyoqlari yaxshi, terisidan nuqsoni yo'q aka otda umuman. Taqasida bosilgan joyi bor ekan orqalari. Oxirida yaxshimi? Qaraganda qashib tozalab egarlaganda muammo yo'qmi? Yo'q aka. O'ta yuvosh. Yosh bola ham minaveradi, yosh katta odam ham minaveradi. Endi otga chiqqan odam ham ot minaman degan odam ham necha pul aytamiz buni? Aka, kelishtirib, o'ziga moslab. 4700. $4700. Kami bor. Kami bor aka.
Baraka Xayr qilamiz. barakasi bor xudo xolasa. Ha, baraka qilamiz, ashitmasini fartigini o'tib beramiz aka. Bo'laveradi. Akalarim xullas Portugal press kimga nasib qilsa inshaalloh. Kelib bir chop ko'rsa bo'laveradimi? Lolaga solib. Ha, solarsin aka. Kelib. Polvon bir bu tomonga o'tib bir yengilligini qo'yib bering, yengilroq bu tomondan qayting. Jonivor, bu tomondan bir bosing. Ko'pchilik baribir yengilmi qiziqishadi-da. Mana akalarim, $4700, xudo xolasa, xayr barakasi bor inshaalloh. Roli ham aka gidrolika. Ko'z tegmasin. O'rnigami? Qayting bu yoqqa. To'xtashi ham zo'r. Jonivor. Qani? Ha, jonivor. Mashalloh. Torting. Dadil, ko'z tegmasin. Bu yoqda chop bo'lmaydi akalarim, sababi agat olingan ekan, ot botadi, qiynaladi. Bo'ladi, torting. Xullas mana shu ot ekan akalarim, bori shu 160 plus, yoshi 9 yosh. Ammo forma bichim zo'r ekan. Xudo xolasa tayyor, boquvi ham yaxshi bo'libdi akalar. Aylanishlari ham mana aka, roli zo'r to'xtashlari. Chapga. Bo'ladi. Narxida kelishamizda Alloh nasib qilsa. Kelishamiz aka narxini. Bo'laveradi. Akalarim aloqaga chiqaveramiz. Ekranda adash nomerlari bor. Manzil Namangan viloyatining O'rin tumani Uchtepa qishlog'i. Otning nomi Gerkules, yoshi 9, 160 plus. Bari zo'r, xudo xolasa uloqga ham inshaalloh kuchi yetgan joyga kafolat bilan beriladi. Sharti kelib chop ko'rishaversin ajigar. Chop Kelib ko'rasiz. o'zlari olib kelib, polvon bilan kela akalarim. Norin tumanida ham o'sha pashta har kuni. Xudo xolasa to'y ko'pkarlar, yig'ma ko'pkarlar bor, kelib ko'rib olasizlar. Xato kamchilik uchun uzr akalar. Borchi ko'rsatib yaxshilik ulashib qo'yamiz. Islomjon savdoga baraka. Alloh xayrli qilsin. Ko'rishguncha xayr akalar.